nima qilyapsan? Ugrini kirsovun bilan yaxshilab qursa ketarkan. Yog' ko'pligi uchun ugri chiqarkan deb eshitdim. Nazokat opa aytdilar, bildim o'zi. Endi eshit. Aknega yog' ishlab chiqarilishini ta'siri rost, lekin akneli terini quritsang, baryeri, ya'ni himoyasi buzilib, yanada ko'proq akne chiqadi. O'zimni tajribamdan gapiryapman. Shunga senga modelidagi yumshoq tozalaydigan penka kerak. Sostavidagi namlantiruvchi vositalar esa terini qurimasligini ta'minlaydi. Обязательно любой teriga namlantirish muhim. Biz вообще-то cho'lda yashaymiz. Namlantiruvchi sostav, terini baryerini tiklaydigan sostav juda muhim. Undan tashqari akne dog'larini o'zing bilan narigi dunyoga olib ketmasligi uchun plus sekin qarish uchun обязательно SPF ishlat. Modeli namlantiruvchi SPF da 3 ta yangi avlod filtrlari sani ultrabinafshadan keng spektrda himoyalaydi, plus juda yengil turadi. Gialuronka, niacinamid va retinolli sivratka ham namlantiradi, ham dog'larni ochartiradi, plus sekin qarishga yordam beradi. Va eng muhimi, telefoning ber. Nazokat opani bloklab qo'ying.